Birdaniga ikkita yangilik bo'ldi. Bu birinchisi. Bu kichkintoyimizga sherik yo'q edi. Soyib aka degan Qo'qondan akamiz quyon jo'natib olibdi. Aka, katta rahmat. Omonatni oldim. Sal kattaroq ekan lekin haybati, yoshi. Bu o'zimizniki, Monikacha. Soyibjon aka, ancha katta ekan bu. Bir-birini yeb qo'ymasa kerak endi. Rahmat, shunchalik e'tibor qilib, shunchalik padeshga qilganingiz uchun rahmat. Oldim hadyani aka, rosa xursand bo'ldim. Bittaga ko'paydi-da, endi yana ham yaxshi. Bu o'zimizni Andijondagi bedana fermamizni urug'langan tuxumlari. Bugun o'zim olib keldim. Buni inkubatorni Namangandan bir akamizdan oldik, ancha oldin oldik. Bir qator ochirib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'larkan proses o'zimga ham qiziq bo'lib qoldi. Hozircha 100 ta olib keldim, o'zim nechta ketishini bilmayman bunga. Biror marta ishlatib ko'rmaganman, shu chang bosib yotgan edi. Nasib bo'lsa endi bir qator kechki payt bir video qilaman, yana qo'yib taxlab, nasib bo'lsa protsessni bo'lishib boraman. O'zimiz ham ochirib ko'raylikchi, qanaqa bo'larkan o'zimiz qo'limiz bilan. Qolganlarga ham bir manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Sababi olib, ochirib ko'rsa qanchalik to'g'ri bu. Endi professionallar, endi fermadagilar to'g'ri ular hamma yo'qda biladi. Gradusi bor, buni issiq sovug'i bor, namligi bor. Menimcha qolganlarga ham bir foydali video bo'lsa kerak, xudo xolasa. Protsessni bo'lishib boraman, nasib bo'lsa